ertangi kunga nima tayyorladingiz? Alloh aytadi: Ya ayyuhallazina amanu taqulloh val tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar va har bir nafs ertangi kun uchun nima tayyorlaganiga bir qarab qo'ysin, bir boqsin. Alloh ertangi kun deb nomladi, qiyomat kuni. Shu darajada yaqinligidan erta deb nomladi. Hech o'ylab ko'rganmizmi o'sha dahshatli kunga, ulul azm payg'ambarlar qo'rqadigan kunga nima tayyorladim deb hech o'ylab ko'rganmizmi? Misol uchun, agar ertaga siz uchun muhim bir kun bo'lsa yoki bir oydan keyin to'yingiz bo'lsa, o'sha to'yga tayyorgarlik ko'rasizmi? Kiyadigan kiyimingizdan mayda-chuda narsalarigacha hamma narsaga tayyorgarlik ko'rasiz. Endi ertaga bo'lishi aniq bo'lgan Allohning oldida turiladigan kunga nimaga tayyorgarlik ko'rmaymiz? Yo biz nazdimizda tayyorgarlik ko'rishga arzimaydigan kunmi? U kunda bizga boyligimiz ham, nasabimiz ham, obro'yimiz ham hech narsa yordam bermaydi. Ertangi kunga, Allohning oldida turadigan kunga, qiyomat kuniga tayyorgarlik ko'raylik. Alloh hammamizni o'sha kunda holimizni oson qilsin.